va bu aboy emas, ketidan keyin qo'shib tashlagan. Juda ko'pchilik sokil qildirayotganda ushbu xatoga yo'l qo'yadi. Afsuski, biz ham shu sokil abrez qilayotganimizda ushbu xatoga yo'l qo'ydik. Qanday xato deysizmi? Video davomida bilib olasiz. Ko'rishingiz mumkin, Angola Black sokil abrezimiz idealni chiqqan. Ko'ksaroy sokil abrezimiz bir qarashda hammasi idealni. Lekin bunday qaraganda o'rtasi mana bu chekkalar detallarga nisbatan o'rta dilasi ingichka uzun bo'lib qolgan. Lekin mana bu umumiy ko'rinish tepasi katta, pasti ham mana. Lekin o'rtadagi kalik qisqa bo'lib qolgan, ya'ni kichkina bo'lib qolgan. Bu siqib qo'yilganga o'xshagan. Buni kamida 40 lik qilishimiz kerak edi. Juda ko'pchilik shu narsaga ahamiyatsiz bo'ladi va bu aboy emas, ketidan keyin qo'shib tashlagan. Mana shu narsaga diqqatli bo'linglar. Mana sokil 60 ko'rinib turibdi. Ataylar uzoqdan olyapman. O'rta ingichka uzun bo'lib qolgan. Mana shunday 60 santimetrlik sokillar kaltami, demak mana bunday detallarni ham mana bu 9,5 tikka 7-9,5 tikkalarni ham qisqaroq qilish kerak yoki balandroq qilish kerak va o'rtadagi tikkali dilani ham uzunroq va balandroq qilish kerak. Videomiz manfaatli bo'lishi uchun do'stlaringizga, tanishlaringizga yuborib qo'ying. Manfaatli bo'lsin.